kinosini ko'rganmisizlar? Bu o'rgana qaranglar. Ishini yopishmoqda. Chef kinosida nachamlizimni yuguradi, shunaqa bo'lgan. Ko'rganmisizlar? 99-yil 3110 sotilyapti ekan. O'zimizning mashina bozorida holatdagi va shu kasal bo'ldim. 100 ming yurgan ekan bor yo'g'i. 100 ming yurib, buni как maslada o'yladim men вообще. Haqiqatan hamma yo'q radno ekan. Zalagan joyi ham yo'q. Dash qirilgan joyi yo'q ekan. Bironcha kas qilinmagan ekan. Zavodskiy bo'la 99-yilda 31 karburator motorda chiqqan, 4 talik korobkada chiqqan, skorosti ichak qismi mos bo'lgan. Oddiy mos qaraganda tezroq yurgan bular. Yili 99-yil ekan. Puli 4,5 ming dollar sotyapti ekanlar. Qarang. Bitta joyi yaxshi kasal bo'ldim. Mana orqasiga qaranglar. Chirigan joyi yo'q, balki 99-yil moshinani ajratib o'tiribdi. Yana bitta narsani ko'rsataman sizlarga. Mana qaranglar. Radnoy o'zining linomlarda turibdi. 103 ming yurgan ekan. Dahshatdan. Bular уже oldi stiklopodiyomli bo'lgan, orqasi мясорубка ruchkali bo'lgan, oyna ko'tarib tushirishi bo'ladi. Akalar, ma'lumotlar qiziq bo'lganmisa, like bosish va omma bo'lish chiqmasin. 30 gap yo'q ekan, chatimanglar ham omad. Hammamizga shunaqa kolleksiyali mashina nasib qilsin.